Urganch G'ayu bozori obunachilar 4-may sanasiga ko'ra narxlarni ko'rsatamiz. Bir like-ni bosib, kommentariyada nomlarning narxlari qiziq yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Yana marta. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bormisizmi? Narxlar bugun nechga bo'ldi? Narxlar 3200'e çelik bu sefer. 3200 dan nov kepak endi bu. Buğday kepeki bu. Buğday kepak garantiyali ahang. Hava cevap. Özünü alın yine E'zaz da yazılır. E'zoz Bayağı uttu yani bu. Hem de şimdiden başka. 3200 danmi? Bu aksiya chiqarali? Köp asalı aksiye. Necha? 75 milyon, 3 milyon mu? 3000 so'mdan berasiz. 2,5 tonna. 20 kaltıra deysizmi? Yok, 100 kalta kadar bana. Dastavka bormi? Dastavki içinde neredeyse. Yana nechik turdagi yemlar bor? Sonra havacı bayiş kalıp Mekke değil mi buğday? Narxlarni qisqacha ayting bugungi kunda 4-may sanasiga ko'ra narxlar qisqacha. Tuncaran 6002 bu 6302 bu. Ava. Ki korumla var 145 milyon bu. Ava. Mekkeler var 5 milyon 4800 son tonla kalsana. Aha. Assalomu alaykum. Şurotla var 6100 son 40 kilodan salınıyor. Aha. Hammasini dastavka bormi? Hem mescine var sonra havacı bayiş kalıp. Künç kepeken var. Künç kepek gibi. Sizni o'zingizni aytaman-ku, mendan ko'ra podpishchim sizda ko'p. Ayting telefon nomeringizni. 91'lik. Ava. 992. Ava. 0179. Ag'amni podpishchilar olsa bir like-ni bosib, kommentariyada yozib beringlar, danallar bo'lsa. 99'luk makine var. 99 557 77 67. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. G'ayu bozordan, G'ayu tomonidan kuzatuvchilarimiz bormi? Bugun qaynamoqda 4-may sanasiga ko'ra. Mana. Narxlarni ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Navbati bilan men bozorlarni qo'ldan kelgancha. Nereye getirdim kışını iyi buraya. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bormisiz? Bama işim yoksa bizdeki şu. Evveldan ang? Evvelden. Hozirdan chiqasizmi? Hazır adam. Ta ölünce çıkamız. Yaxshi, yaxshi. O'lmang, xudo xolasa ishini bakuvatiga bizlar ham yurganmiz shu, sizni yaxshilikda ishini telefon tutib, vaj sotib, vaj olib. Yine gör gilasa. Bir arzonchilikmi? Vava bunu gör. Bunun mazasını gör. Zo'r distan, mesnimi? Ne işte. Xorazmnikimi? Yo'q a? Vay ne güzel. Aha. Ben mesini bilirim. Mesni gilos bang. Ne isni gilas. Tomadır kazan neneni geçirlerini Sayat pına, Modadan gap qo'shib keldi. Assalomu alaykum. Alloga yana bir marta. Bugun narxlanishga bo'ldi urgan G'ayu bozorda. Narxlar acayip. Geçirlanishcha so'm bo'ldi. Yaşırlar 5000 son yine. 5000 so'm. Alloga ustag'amizni internetda ko'rib keldik desalar, qaytib berasizmi? Ava beremiz. Qaytib berasiz axir. Beremem. Gilosiz nedan bo'ldi? Gilosingiz. Gilas 50 bin son yine. Ne isni gilas. Mesning. Ava. Voy, dur shunaqa modasi zo'r ekan lekin. Modasini gap qo'yishim mumkin emas. Haqiqiy Xorazmnikimi? Surxondaryo, Qashqadaryo emasang? Surxondaryo, Purxondaryo, qo'shim chayri yo'q. Ha, o'zimizniki, ha? Yeşalli anlan. Ava, sayat kışlar. Abi piyozlaringiz qani? Piyoz Piyazda ketishga. indi yine bir aydan keyin bo'ladi. Hozir piyazda o'taqda. Ha, endi sezon boshlanadan, xudo xolasa. boshlanadi. Hozircha geshiringiz bor. Hozircha gashir bor, tez yine ketishkara chiqadi, lablagi chiqadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Sizlar tarafdan necha so'mdan bo'lib turibdi? Kommentariyada yozib qoldiring obunachilar. Asa usta, savdongizga baraka. Rahmat. Sog' bo'ling. Sağ ol. Sigirgen adama bir hatasını mutlaka verir. Ana. Ya o'zim biladim uni. O'zingiz homiy olib berasizmi usta? O'zingiz homiy bo'lasizmi? Birinchi like bosgan obunachimizga. Sog' bo'ling usta. Yaxshi. Sezoni bo'ladi, to'y sezoni bo'ladi, katta qozonlar kerak bo'ladi. Usta, necha so'mdan bo'lib turibdi sizda? Arzonmi? Şunu ene pulusundan belemesi melekçilere, toyçulara, Aha. beni bergen adamın boladı, Aha. birini paydası, birini zararı, kalkanını, 5-6 son yalanma benim şundan beleme. Berekesini versin. Necha so'mdan ish qozonlaringiz? Misal yine 420 oladı olmasa ben bunu 300'e belemem. 300'e. Ava. Aha. Bir savao işem yere yakın, indi bir alemde ahiretten nişet indiğinde bir savalına cevap verip verişimiz gerek bunu. Berekesini. Hem aldan puldan gap yok hem de taşkirtçi nerse bilirler. Aha. Sifatli deysang? Ama süperli nerse garantini puldan vermek istemesine gerek olsa. Puldan bermek kişiler başta faydalanıp görsünler ister. Ama faydalan görsünler. Ha. 2 yıl mı 3 yıldan keyin üzerinde insan posa gelip berabersinler bana. Men sizden qaysidir sezon adashmasam pomidor sezonunda chalak olib turdim, yodingizmi? Chia sezonunda. Ha, chiyamadi, ha. Chiya sezonunda. Ha, chiyavadim, yadim ochdi. Chiyavadim, chiya yavadim. Ava. Akka ketib obunachilar, lekin rostdan aytganlarning beradilar lekin. Ava. Foydalan o'sha chalak ketming qo'yadi, beradilar rostdan. Xo'p, hozir ko'proq uya qaysidan olib turibdilar bu qozonlarda?
Kazanlardan her kilo razmeri altırttılar bunu. Ne için dese hazır biraz nerse bilmeyeyim mi? Ava. Sorasan. Şunun katarına ocak salıp unlu küçük katar kazan koyturttular. Har xil atpang. Ama erten rozgara özlerimiz işletiyoruz bir millet bir dağlarlar. Aha. Telefon numarası bir aytib qo'ying. Telefon numaram 97'lik 517 62 21. Dastavka bormi ekan sizda? Dastlapken mola verdi telefon numarası anı kılsalar. Qilib beraverasizdan. Abi bargandan keyin dastlapkada solaştırsalar bo'lmaydi lekin. Aha, dengalang. Ama dengel bir ağzım söyledi, ben bir ağzım söyleyeyim. Ana bargandan keyin ana oldu gerekmeydi bana. Hoş, Bana hoş. mağaza temel hazır, bardı, geldi. Başka Ava, işim ava. yok. Ava. Asa, usta savdangizga baraka. İlahim Sağ olun. Sizlerden berekenizi versin emmi Allah. Kime ne o gerek olsa gelirsin gelişip verememesini. Ardan bakada, şu yurturgan bakasından ardan kaçıp veremem. Yani kedi anı pulu olmaydı olmasam, neçe yılda verem olmasam ben sana bere veremem. Necha yilda o'tada berdingizmi usta? Necha yilda bo'lsam dedingizmi? Ben şu ötüp geçsemem, ötüp keyin ballarımı anısını taşa gitmem, ballarıma bere verdiler yani. Ben garantisini vereceğim için korkum var rejimden. Tovaringizga garantiya. Hava, tavarıma garantiye. Sog' bo'ling. Hava. Savdangizga baraka usta. İlahim sizlerden berekenizi Yaxshi. versin. Sog' bo'ling. Obunachilar, like bosib yerdan chiqmasin. Urganch G'oyi bozor guruch narxlarini ko'rsatib o'tamiz. 4-may sanasiga ko'ra. Asa usta, necha so'mdan bu turibdi hozir guruchlar, burunchlar? Bürünçler misali her yıl bakada oturttu. O'rtacha lazerlar necha so'm bo'lib turibdi? Lazerlarniki 18 deysizmi? Baba. 18 danang. Onlara ne belirlerdi. Arlaş koraş diyen gap yok. Aldı sattı yok. Diye karşılık çizdim bu. Ha. Nelarning bu? Ne bu? Bu ne seçkes? Seçkem mi? Aha, necha so'm? Drabilkasi? 2. 2,5? 2,5 ming so'm. Ha, bu sanang bozorga o'xshaydi bu. Bu lazerning drabilkasimi? 8 ming so'mdan. Xo'p, alanga necha so'm bo'lib turibdi alanga? Alanga 12. Bularning alangami shu? Bunlar hem karşılık belirlerdi. Şu baza baka açtım ku. Xo'p. Endi alanga Guliston har xil turidan bor. Sizlar tarafdan necha so'mdan bo'lib turibdi? Kommentarda yozing. Acayip türü bu, acayip. Bular ham dastavka bor, qangi usta? Var, hemmesine var. Nomerini yana bir aytib bering. Açtım ku ya numarını. Ava, bundan aytib bering, burunchligini. 97 517 62 21. Ana, murojaat etaverasizlar, dastavka bor. Neniki burunch? Akın Babayev'niki. Axun Babayevniki. Axun Babayevlar bu narsa bormi sizlar? Ama şöyle yerine ekilgen nerse bu. Ava. 4-may sanasına göre narxlarni tanishtirdik. Salomat olun. Xudo xolasa dastlabkimi boshqasimi bolalar kelaversinlar. Xurshid aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Malik aka, assalomu alaykum yana bir marta. Xo'p, bugun 4-may sanasına göre G'oyi bozorda olmalarni necha so'mdan necha so'mgacha bo'lib turibdi narxlari? Mozorati yeb tursizdan narxlar necha so'm shu? O'zingiz yeb turganingiz qaysi? Shumi? Necha so'm shu? 7000 so'm. 7000 so'm. Novda ham bor narsa? Navimi? Navi yanar alma. Yanar? Ha, yanar degan nav ekan. Bisaning? Bular goldi. 4000 so'mdan. 4, bisi Bon 4000, bularım 3000. 3000, Bularım 4, Dört. 3000, ishini 3000, bularım 3000. 3000. Ben 3000 bo'lib ketadi. Xo'p, sizlar tarafdan necha so'mdan bo'lib turibdi? Kommentariyada yozib beringlar. Bodringiz necha so'm dedingiz? 7. 7 mesni bang. Zo'r, yani qarsillaq qilsa bu. Qarsillaq obunachi. Sizlar tarafdan necha so'm? Kommentariyada yozib beringlar surish. Obom sotiladimi? Necha so'm? 25. 25 3 litrlikmi bu? 3 litrlik. Домашний demang lekin. Домашний mi? Домашний tuxumli. Oho, ina protein. Necha so'm? 1000 so'm donasi. Haqiqiy domashniy. Ну, G'oyi bozorlari, ko'pincha cholish bozorlari boradigan bo'lsanizlar, ona shuning domashniy tuxumlarni ko'pincha uchratasizlar bu narsa. Ну, baribir yaxshisi, sifatlisi, kattalik ham yomon emas ekan lekin. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling, savdongizga baraka Malik aka. Sog' bo'ling. Xo'p. Endi cholish bozor ham boramiz, xudo xolasa. Madiyara, endi olmalaringiz necha so'mdan bo'lib turibdi? Bugun 4-may. Urganch G'oyi bozorida bu narsa. 8. Zo'ri bu. Zo'r ava. Ina bu narsa. Golden deyani, to'g'rimi? Ava. Ina bular 6. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi yuribmiz. Rahmat. Savdongizga baraka. Sog' bo'ling. Yaxshi. Bular 6dan. Bu 6dan. Ava 5,5 beramiz. Endi internetda ko'rdik standlarda desalar. Arzon berasiz-ku, 5 to'g'rimi? dan beri beramiz. 5 dan ham berasiz. 5 dan beri. Maydalang dedim, ya'ni so'qashimalkalik. Ava so'qliq. Yani natib blenderda chiqarib beradilar. Urgandan keyin jang ketdi. Yo'nchalar emas, og'ib. Ey, cho'lashtirasizlar shu. Necha so'm bu?
4'te 3 kilosun 10 lira. 3'ten berasizmi? Beraman. Beralda 3'ten. 3000 so'mdan menimcha zo'r olib buncha ya. Yo'q, ajoyib. Blenderda chiqarib berasiz, yani soka jimolkada chotki ketadi. Bular dimarzon o'xshidang, imbisi. Bular 1000 dan. Egasi bor, aytay. Bu 1000 dan. Aykingizlar yaxshimisizlar? Necha so'mdan olmalaringiz? 7 dan. Bu? Ha, 7 dan. Ha, sizniki sal 1000 so'm, 1000 so'm yaxshiroq o'xshidang sizniki. Yaxshi, savdongizga baraka, sog' bo'ling. Alloh savdongizga baraka, og'a. Sog' bo'ling. Sizlar tarafdan chasam, har doimgidek kommentariyada yozib qoldiring obunachilar va keyingi videomizda novlan narxlarini chiqaramiz. Yozib qoldiring. Urganch Goyu bozorida kartoshka piyozlarning narxi necha so'mdan bo'lib turibdi bugungi kunda, ya'ni 4-may sanasiga ko'ra bir like ni bosib berasiz, narxlarni e'lon qilib o'tamiz. Assalomu alaykum, apchalar, yaxshimisizlar? Toza piyozdan necha so'm bo'ldi bugun? 5 dan. Bu Pokistonmi? Qizil kartoshka bang. 9 deysizmi? 8. Bir Pokiston o'xshidang. Yarasiyan bu. Rossiya borski 11 dan deysizmi? 11 ming so'mdan ekan obunachilar. Sizlar tarafdan necha so'mdan bo'lib turibdi? Ya, men bugun qimmat vaqtdan oshdim, yo bo'lmasa narxlar bugun oshib turibdi bozor kuni bo'lgani uchun. Xo'p, karam necha so'm? 6. Kilosi 6. Aha. Yashil necha so'm? Yashil 4 dan beraman. 4 ming so'mdan. Bu yomon emas. Yon tarafda hozir 5 dan deb aytganim bo'ldi. Xo'p. Obunachilar, sizlar tarafdan necha so'mdan kommentariyada yozib qoldiringlar. Urganch G'oyi bozorida obunachilar ko'pchilik aytadi, G'oyi bozorida changdan o'shatasiz. Shunchalik borib, dekkan bozorimizdan ko'z qo'yaring axir degan obunachilarimiz ham yo'q emas. Albatta kelib biladigan bor, kelib bilmaydigan obunachilarimiz bor, yosh katta jana, hajatalarimiz bor, bizlarni kuzatadigan. Shular aytadi, Og'abek, hammadan yangiliklarni e'lon qilib boring. Bor o'limiz yoki bo'lmasa, bormaqasa sharoitingiz bo'libmi? Onlayn bizlarni ko'rib, narxlarni bilib o'tirasiz obunachilar. Xullas, adresini so'ragan obunachilarimiz uchun G'oyi bozor Taxta bozorning orqa tomonida joylashgan bo'ladi, lekin har bozor kuni bo'ladi faqat obunachilar. Qo'ldan kelgancha e'lon qilib boraveramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sizlar uchun harakatdamiz. Boshlaymiz, xudo xolasa. Gambur tayyoradi, siz 4 ta. O dongami? Dangi 4 ta. Yipkan ana, bavrim. Ozon bilan ang, Yipkan ana, gör. ozon bilan. Odam bilan. Hamma ham appetiti bo'lmaydi ekan, ozon bilan hamma ham choy icholmaydi ekan, og'a. Cho'qa. Ava. Ko'p nalar ichida yurimiz, Og'abek deydi, ozon bilan deydi, choy ichaman deydi. Lekin 1-2 soat yurgandan keyin appetit osilib ketadi deydi. Ey Atabek. Ichga Atush. zo'rmi? Gamburgchi, nechkina yedingiz? Yog'lisida yedim. Yog'lisindan. Qalin non yedim. Yupka обычный. Ha, обычный ang. Qalin nonami? Tamam, qalin non. Обычный bor, petira bor do'stim. Bunda yipka, petira. Narxlarni ham yozib qo'ysiz-ku. Narxlar. Sal go'sht qimmatladi, 13'da 14'e çıkardım Og'abek. Dim bo'lmadi. 3 marta qimmatladi go'sht. Shundan deymin durardim 13'da. Go'sht qimmatladimi? Hozir 130 dan olib turibman go'shtni. Shef, assalomu alaykum. Farman. Jallim sağa. 3 marta qimmatladi. Shundan keyin majbur oldum 1000 so'm diklashim, undan 1000 so'm. Ko'p emas, do'stim.